Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va chorva ishqibozlari aka-ukalar. Akalar, mana bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida, shu o'zimizda xonadonimizda turibmiz. Bugungi 2 donagina qo'chqor kelgan. Xudo xolisa mana shu 2 qo'chqorni video obzor qilib beramiz. Videoni boshida aytib o'taman, qo'chqorlar like arzisa bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mana shunaqa qo'chqor qidirib yurgan aka-ukalarga jo'natib qo'yasizlar. Qo'ylarga bittadan e'tibor beramiz akalar. Mana bu qo'chqorlarni qaranglar. Ko'kidan qo'shaman degan ko'kalarimizga zotga tavsiya qilamiz. Sarig'ini qo'shaman deganlarga sarig'i, ko'ki deganlarga ko'ki. Mana aka-ukalar. Xudo xolisa, ashikkovi yeb ichishlar o'ta dahshat, odamga o'rgani bo'ldi. Sog'lom ekan, quloq qaranglar. Quloq ham o'ta shalpon. Garbanost qaranglar. Bey ushab turdi, yerib. Balandroq ushab tur. Mana o balandlar. Garbanost qaranglar. Garbanost o'ta ideal. Mana qo'chqorni qaranglar. Qo'chqorga bitta baho berib qo'yamiz. Jupini olib, xudo xolisa qo'y qilib olib yuraman. Qo'chqor sog'liqqa qo'shaman deganlarga tavsiya qilaman. Mana quloqni qaranglar, turishini qaranglar. Mana uni sarig'ini qarab turinglar. Sarig'ini ham dumbalari hamma yo'g'i mana ideal holatda. Xudo xolisa uyaltirmaydi. Dumbani qaranglar. Pichilib ketadigan dumba emas. Hali 7-8 oylik, 9 oylik atrofidagi qo'zular. Mana ko'kni qaranglar. Jonivor. Mana qaranglar akalar. O'ynab turibdi, mana o'ynab, odam buni o'rgani bo'ldi, o'ynashadigan bo'lib. Ikkovini Toshkentgacha dastavkalarni besplatni qilib beraman. Qiziqqan ko'kalarga, qurbonlikqa boqaman deganlarga ham tavsiya qilaman. Ko'kini qulog'i but-butun. Mana bunisi qaranglar. Bo'ylari ham 75 plus sarig'iniki, 80 plus minusda ko'kiniki. Mana qaranglar. Odamga o'rganib, orqasidan ketaveradi. Jonivor. Xudo xolisa og'a odam baraka topadigan qo'chqorlar. Badanlari ham rosa ko'chib qolgan. Bittadan vaksinasini qilib, iverib, dori-borini qilib baqib yuradigan qo'chqorlar. Narxi ham o'ta arzon, 10 million 500 ming so'mga Toshkentgacha dastavkasini besplatni qilib beraman. Undan uyog'i kelishilgan holda. Mana. Akalar, bugun hafta kuniga shanba 7-fevral ekan. Hafta kuniga shanba 2026-yil. Qo'y Namangan viloyati Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'i o'zimizda xonadonimizda turibdi mana. Mana busini qaranglar. Hali tish yorishiga ancha bor bulardi mana. Oyoq qo'llari ham baquvvat. Go'zallardan deganga-da mana bular. Mana qaranglar. Ay jonivor. Yemni ber deyapti.